Do'nkalar mana bu temalarni hammasini chetga surib, foydali narsa haqida gaplashamiz. Xullas, biznes qilayotganlar bor oranglarda, to'g'rimi? Kichkinami, katta magaziningiz bormi, boshqami, Xitoydan narsa zakaz qilyapsiz, lekin qimmat. Endi men sizlarga hozir zo'r yo'lini o'rgataman. Atigi 2 dollardan 6 dollargacha o'zingizning nomingizga Xitoydan narsa zakaz qilsangiz bo'ladi. Mana Barno G'afurjonovning kurslarida nimalar bor? Hozir birma-bir sanab beraman. Avtokargo, aviakargo ham bor. Misol uchun aviakargo 3-5 kunda keladi, uzog'i 8 dollargacha. Undan tashqari Xitoyga eng zo'r brend magazinlaridan tortib, mana bu lyukslar bo'ladi, zo'r o'shalarni kuryer orqali gaplashsanglar bo'ladi. Ya'ni o'zbek tilida. Misol uchun bitta odam sizga bog'lanadi-da, boradi o'sha magazinga, siz xohlagan joyingizga boradi, zavodmi, boshqami, tovarlarni hammasini sizga ko'rsatadi. Qaysi biri sizga yoqsa olasiz, yoqmaganini olmaysiz. Unga pul to'lamaysiz, oshiqcha tushunasizmi? Vobshe zo'r-ku. O'sha cho'tki narsalarni o'rgatar ekanlar. Endi qarang, kuryerlar orqali siz tovaringizni tanladingiz, zo'r narsalar tanladingiz. Zakazlaringiz 10-11 kunda keladi. Programma orqali zakaz berganlarniki 15 kunda kelyapti-da, xos tovarlar, ya'ni qimmat. Bularda ham arzonini o'rgatishadi, ham qulayini o'rgatishadi, ham tez keladi tovarlaringiz. Endi tovaringiz keldi, uni sotishingiz kerak. Nima? Botda hozir bonus bor. Ya'ni siz tovaringizni qanaqa qilib zo'r sotishingiz mumkinligi haqida sizga o'rgatishadi. Bu professional target yoqishni o'rgatishadi. Ko'pchilik misol uchun tovar yig'ib qo'yadi magaziniga, normal sotishni bilmaydi, yo'l yo'rig'ini bilmaydi. Barno G'afurjonovning kurslarida даже o'sha sotish yo'llari ham o'rgatilinadi. Даже WeChatda ham bemalol o'zingiz zakaz qilib narsalar olsanglar bo'ladi. Zavodidan zakaz qilsanglar qancha arzonga tushadi. Ko'pchilik hozir programmaga aldanib ham qolyapti-da. Bularda o'qisanglar hech qanaqa aldanmasdan to'g'ridan